Yaqindagina YouTube'ga mana shu videoni joylagandim. Mana bugun bizning mahsulotimiz, sovg'amiz o'z egasiga yetib boribdi va qo'limga oldim deb xabar yozibdilar. Bu insonni men tanimayman, hayotda ham ko'rmaganman, hech qanaqa qarindoshim, tanishim yoki boshqanaqa emas. Ular boshqa viloyatdalar, men boshqa joyda turibman va ular o'zlari shartni to'g'ri bajarganlari uchun bu mahsulotimizni yutib oldilar. Shu videoyimni kommentariyasiga kirib o'qiganimda bir-ikkita mana shunaqa so'zlarni o'qidim. To'g'risi men bu videoni bularga nisbatan javob sifatida chiqarmayapman, chunki men bunaqa negativ, bunaqa o'ylanmasdan yozilgan kommentariyalarga javob yozib vaqtimni ketkazish xohlamayman, chunki bunaqa insonlarni siz hech qanaqa yo'l bilan noto'g'riligini isbotlolmaysiz. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, siz qanaqa o'ylasangiz, sizni atrofingizga shunaqa insonlar keladi. Siz o'sha narsani yomon deb o'yladingizmi yoki hamma aldaydi deb o'yladingizmi bilmadim, yoki yana qanaqadir boshqa narsa deb o'yladingizmi, ishoning siz oldingizga sizni aldaydigan shunaqa yomon insonlar haqiqatda keladi. Sizlar ham shu narsani bilishinglarni xohladim. Yaxshi niyat qilinglar, insonlardan ha deb bo'lar bo'lmasga shubhalanib gumonlanvermanglar va iltimos o'zingizlar oxirgi yetmasdan turib va qanaqadir darajada o'sha insonni bilmasdan turib u to'g'risida ko'r-ko'rona xulosa chiqarmanglar. Va yana mana bunaqa SMS kelibdi. Inshaalloh avvalambor qodir qilsin, berguvchi qo'llardan bo'lishga qodir qilsin. Albatta bunaqa etaplarga ham chiqamiz. Hozircha esa qo'limizdan kelganini qilib turibmiz. Bu menimcha shunchaki bo'sh o'tirib kommentariy yozishdan ko'ra yaxshiroq. Men sizlarni tanimasam ham hammanglarni yaxshi ko'raman. Men bilanliginglarga, shu kanalimga obuna bo'lganinglar uchun rahmat aytaman va bunaqa konkurslarni tez-tez qilib turishga harakat qilaman. Albatta sizlar ham fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar va kanalimdan chiqib ketmasdan meni kuzatishda davom etinglar. Sababi keyingi g'olibamiz aynan siz bo'lishingiz mumkin.